Hurmatli obunachilar, poliklinika xizmati, poliklinika so'zining ma'nosi, kelib chiqish tarixi haqida keyingi ma'ruzalarda tushuntirish beraman. Hozir asosiy mavzu poliklinikada 5 kunlik ish kunini tashkil etish. 5 kundan keyin 6-kun, ya'ni shanba kuni bemorlar qayerlarga murojaat qiladi, kimlarga murojaat qiladi, shular haqida va poliklinika tarkibida nechta mutaxassis borligi haqida sizlarga qisqacha va lo'nda qilib tushuntirib boraman. Mana qo'limga o'zim uchun yozib olganman. Bundan maqsad adashib qolmaslik uchun va sizlarga to'g'ri yo'nalish berish uchun o'zimga qisqa qilib sizlarga tushuntirib beradigan mavzuni yozib olganman. Shular to'g'risida hozir sizlarga tushuntirish beraman. Poliklinika xizmati poliklinikadagi bemorlarga xizmat ko'rsatish ikkiga bo'linadi. Kattalar poliklinikasi va bolalar poliklinikasi. Bolalar poliklinikasi 17 yoshgacha bo'lgan bolalarni qabul qilib, ularga birinchi yordam ko'rsatib, yo'llanmalar beriladi. Kattalar poliklinikasi 17 yoshga to'lib, 17-18 yoshdan kattalarga xizmat qiladi. Endi har bitta rayonda, har bitta tumanda, har bitta poliklinikalarda, bu bitta Bekobod tumani Toshkent viloyati uchun emas, butun O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Respublikasi, butun O'zbekiston davlatimiz, viloyatlarimiz, rayonlarimizga tegishli bo'lgan ma'lumotlar. Buni bemalol butun O'zbekiston bo'yicha poliklinikalarga, ambulatoriyalarga, dispanserlarga, doktorlarga bemalol tarqatishingiz mumkin. Endi poliklinikada qaysi mutaxassislar faoliyat yuritadi? Birinchi, terapevt doktorimiz, shifokorimiz yoki bo'lmasa umumiy amaliyot shifokori bo'ladi. Ikkinchi, jarroh, xirurg kabineti, xirurg shifokori bo'ladi. Uchinchi, nevropatolog xonasi, nevropatolog shifokor o'tiradi. To'rtinchi, oftalmolog, ya'ni ko'z shifokori o'tiradi. Oftalmolog xonasi va oftalmolog shifokor. Beshinchi, lor shifokorimiz, ya'ni lor kabineti bo'ladi. Quloq, burun, tomoq shifokori o'tiradi. Endokrinolog shifokorimiz, endokrinolog kabineti o'tiradi. Bu 6-chi. 7-chi, travmatolog xonasi va travmatolog shifokori o'tiradi. 8-chi, kardiolog xonasi bo'ladi. Kardiolog shifokor va hamshirasi. Har bitta xonada har bitta doktorni o'ziga tegishli hamshirasi bo'ladi. 9-chi, onkolog shifokor. Onkolog shifokorni ham xonasi alohida va hamshirasi. 10-chi, ginekolog xonasi va ginekolog shifokor. Rayonlarda, katta rayonlarda, aholisi ko'p tumanlarda ginekolog bir emas, 2-3 nafar ginekolog xizmat ko'rsatadi. Chunki aholi soni ko'p, ayollarni qabul qilish, ayollarni kelish ko'p. Shuning uchun 3-4 tagacha ginekolog xizmat ko'rsatadi. 11-chi, urolog xonasi va urolog shifokor. 12-chi, teri tanosil kasalliklar shifokori va teri tanosil kasalligi xonasi. Ba'zi rayonlarda teri tanosil kasalliklari bo'yicha alohida dispanserlar bor. Ya'ni ko'j-venerologik dispanser deyiladi. Bemorlar bu dispanserga yo'naltiriladi. Dispanseri bo'lmagan rayon tumanlarda
teri tanosul kasalligi xonasi va shifokori o'tiradi. Lekin основной, ya'ni 99-100% holatlarda har bitta rayonda teri tanosul kasalliklar dispanseri mavjud. 12. Yuqumli kasalliklar shifokori. Yuqumli kasalliklar infeksionist deyiladi. Buni ham xonasi bo'ladi, shifokor o'tiradi. Undan keyin pediatr xonasi, yana kattalar poliklinikasida ham alohida bitta UH doktor o'tiriladi, UH terapevt yoki bo'lmasa o'sha pediatr bo'lib, ham u pediatr ham terapevtik vazifasini bajaradi. Kattalar poliklinikasida ham bitta pediatr uchun xona ajratilgan bo'ladi. Keyingisi o'sha bemorlarni FTEKka yo'naltirish uchun bitta doktor biriktirilgan bo'ladi. Ya'ni o'sha vaqtincha mehnatga layoqatsizlik yuzasidan bemorlarni FTEKka yo'naltirish, ularni hujjatini tiklash, hujjatini davom ettirish bo'yicha yana bitta terapevt yoki umumiy amaliyot shifokori biriktirilgan bo'ladi. Mana shu hozir sanab o'tgan 15-16 ta mutaxassislik har bitta rayonda, har bitta tumanda, poliklinikada bor, o'tiradi, xizmat ko'rsatadi.